Savol. Assalomu alaykum ustoz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ummatimning sahar vaqtiga barakat bergin degani qaysi vaqtni ko'rsatdi? Bu yerdagi barakatni tafsilroq tushuntirib qo'ya olami? Javob. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Mazkur sahih hadis sharifni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan imom Abu Davud, imom Tirmiziy qatorliq ustozlarimiz rivoyat qilgan bo'lib, bu hadis sharifda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ummati uchun Alloh taolodan ey Alloh, ummatimning atiganligiga barakat ato qilg'ayla deb ularning atiganligiga barakat tilgan. Ya'ni ishlarni kunduzning dastlab bo'lgan atiganda boshlaganida ularga ilohiy xayrlik, avush, mo'lliq va farovonlik ato qilg'ayla degan bo'ladi. Ish ovqat, ilm talab qilish, jihad yoki safar va yoki har qanday bir yaxshi ishni atiganda boshlagan taqdirda kechgacha putur valg'ili bo'lganidek qilgan ishqimi barakat qonadi. Bu sababdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shin avatmoqchi bo'lsa atiganda avatadi. Mazkur hadisni rivoyat qilgan sahoba Sahr ibn Vada al-G'amidi tijoratchi bo'lib, mollarini atiganda yo'llaydi, keyin bakli beyib ketgan. Alloh eng to'g'risini bilguchidir.